Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi Yevropa komissiyasiga ikki muhim qonun hujjat topshirgan. Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi Yevropa komissiyasiga Xitoyning Dahua, Hikvision, Univen va TND qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishliq shirkatlarining tijoratini cheklash va ularga jazo yurgizish talabini o'z ichiga olgan ikki muhim qonun hujjat topshirib, Xitoy shirkatlarining Yevropaning bexatarligi, egilik huquqi va uchur bexatarligiga solgan tahdidlarini faktlar bilan sharhlab, bu haqda ular bilan atrofli muzokara olib berib, ularning bu haqdagi savollarga javob bergan. Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi buningdan burunmi bu shirkatlarning tijoratlarini va mavjudligini Kanadada cheklash haqida Kanada hukumatiga o'xshash qonuniy material sungan bo'lib, natijada Xitoyning Hikvision shirkati Kanadaning milliy bexatarligiga tahdid paydo qilganlik sababi bilan Kanadadan cheklangan edi. Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi sungan yana bir qonun hujjat xalqaro adolat divoniga munosabatlik bo'lib, bu hujjatda xalqaro adolat sotiga a'zo va taraf bo'lgan davlatlarning ba'zilarining Uyg'ur panohlanuvchilarini Xitoy qaytarayotganligi va bu qilmish sababli mazkur davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bevosita ishtirok qilganlik faktlari bilan o'ttirib qo'yilgan. Bu jinoiy qilmishning surishti qilinishining Yevropa birligidagi xalqaro adolat divoniga tarafdor bo'lgan davlatlarning qonuniy majburiyatlari ekanligi eskartilgan. Yevropa komissiyasi bu masalaga jiddiy qaraydiganligini va qonun guruhisidagi mutaxassislarning topshirgan qonun hujjatlarini inchiklik bilan ko'rib chiqadiganlik haqida va'da bergan bo'lib, garchi Xitoy xalqaro adolat divoniga a'zo bo'lmagan va shu sababdan bu sotning hukmini qabul qilmaydigan bo'lsa-mu, ammo bu sotga a'zo davlatlarning Uyg'urlarni Xitoydek irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan davlatga qaytarishi ham bu davlatlarning qonuniy mas'uliyatiga xilof bo'lib qolmasdan, balki ularni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishiga sherik qilgan bo'lib, bu sababdan bu davlatlarning jinoiy qilmishini surishti qilish imkoni tug'iladi ekan. Zimiston Tori yakan ilishqi qatliamı haqida Gollandiyadagi Osiyo Uyg'ur xonimining maxsus obzorini e'lon qilib, ilishqi qatliamini tafsiliy yo'ritib bergan. Mazkur obzorda 2014-yili 7-oyning 28-kuni Xitoyning vatanimizning yakan noyisida Uyg'ur xalqining yaqin tarixdagi eng qonli qirg'inchiliklarning birini elib borganligini va qo'lida to'mirning sunuqim bo'lmagan xalqqa harbiy hujum qilib, tashqi dunyo bilan aloqasini uzib tashlab, keng ko'lamda qo'lga ilish va qirg'inchilik elib borganligini, shundaqla bu qirg'inchilikda shahid bo'lganlarning meyitlarining qayerga elib ketilganligini bilish uchun qilingan har bir urinishni qonliq bostirilganligini, Xitoyning qirg'inchilik jinoyat maydoni, xotiralar, axborot, rayon bilan aloqa va hatto jasadlarni yo'q qilganligini o'ttirib qo'ygan. Ayni vaqtda Xitoy hukumati Uyg'urlarning namoz o'qish, ro'za tutish, Qur'on o'qish, diniy kiyinish va odatdagi yig'ilishlarni asabiylikning belgisi deb bekitgan bo'lib, qirg'inchilikdan bir kun burun Ramazon munosabati bilan bir to'p Uyg'ur ayollari Ramazonning oxirgi kechalarida duo tilovat qilish uchun to'plangan. Bundan xabar topgan doiralar ayollarni elib ketgan. Ularning erlari va tuqqanlari qayerga elib ketilganligini so'rab, qo'yib berishni talab qilishga borganda, ular dushmanlik bilan qarshi ilingan bo'lib, bu ilishqi qatliamini keltirib chiqargan omillardan biri edi. Xitoyning rasmiy dokladida 37 fuqaroning o'ldirilganligi, 59 hujumchining etib o'ldirilganligi va 215 kishining qo'lga ilinganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo naq maydondan olgan ba'zi uchurlar va axborot vositalarining dalillashi bilan bu qirg'inchilikda kam deganda 3000 dan 5000 gacha odamning o'ldirilganligi yoki g'oyib bo'lganligi mo'ljallanmoqda. Shundaqla Osiyo Uyg'ur xonimining obzorida u ziyorat qilgan bir shohid bir qancha kentdan taxminan 3000 odamning shahid qilinganligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalqiga qarshi elib borgan qirg'inchiligini terrorizmga qarshi turish deb atashi, bir xalqni armiyasi, harbiy qurollari, siyosati bilan bostirishi bu zo'ravonlikni tarixdan mangu o'chirolmaydi. Shundaqla Uyg'ur xalqi 28-iyul ilishqi qatliamining xotir kunida qirg'in qilingan, tutqun qilinganlarni, g'oyib qilib etilganlarni xotirlaydi. Amerika Uyg'ur Akademiyasi 2026-yili 7-oyning 25-kuni Virginia shtatining Fairfax shahridagi Uyg'ur markazida uzilmas rishta Uyg'ur munbiri muhokama yig'ini o'tkazgan. Jami 4 qismga bo'lingan bu munbarda zamonaviy texnologiya, fursatlar, tahdidlar va Uyg'urlarning istiqboli haqida atrofli muhokama olib berilgan bo'lib,
Dünya Uyghur Qurultayının oliy maslahatchilaridan biri bo'lgan Erkin Sidiq apandining bildirishicha, bu yig'in yuqori saviyalik va asldagi mo'lchardan eshib tushgan bir muvaffaqiyatli yig'ilish bo'lgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.